Bugungi kunda yurtimizda yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish, ekologik toza va energiya tejamkor transport vositalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Samarqand shahrida Transport vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hamkorligida elektrobuslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan xalqaro seminar ham ayni shu maqsadlarda tashkil etildi. Mazkur seminarning asosiy maqsadi elektrobuslar xarid qilish salohiyatiga ega bo'lgan xususiy investorlarni texnik va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, shuningdek Toshkent shahrida elektrobuslarni xarid qilish va foydalanish bo'yicha to'plangan tajribalarni mahalliy hokimliklar hamda tegishli tashkilotlar vakillari e'tiboriga havola etishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida elektrotransport vositalarining atrof muhitga ijobiy ta'siri, ekologik barqarorlik va infratuzilmani rivojlantirishdagi o'rni xususida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, seminar qatnashchilari Toshkent shahrida elektrobuslarni muvaffaqiyatli joriy etish tajribasi, moliyalashtirish mexanizmlari va mavjud logistika yechimlari bilan tanishtirildi. Ushbu loyihamiz Toshkent shahar misolida va umuman keyinchalik O'zbekiston miqyosida elektrotransportga investitsiyalarni oshirish, elektrotransportni joriy etishga jozibadorlikni, umuman xususiy tadbirkorlarni o'z jamoat transport parki, umuman avtotransport parkini ekologiya toza bo'lgan transport vositalari bilan yangilashga qaratilgan va ularga yangilashga ko'maklashish, asosan texnik ko'mak berishga qaratilgan. Loyihamiz doirasida Toshkent shahrida pilot loyiha sifatida yashil transport koridori loyihasi amalga oshirilmoqda Shota Rustaveli bo'yicha. Ushbu yo'lakda 10 ta elektrobusni yo'nalishi yo'lga qo'yilishi kerak edi. Lekin so'nggi davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan Toshkent shahar hokimligi transport vazirligi tashabbuslari bilan bu ko'rsatkich hozir 320 taga yetdi, ya'ni Toshkent shahrida 320 ta elektrobuslar o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Undan tashqari mana Samarqand shahrida ham Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bilan birgalikda loyiha amalga oshirilmoqda. Bu loyihaga ko'ra mana bugungi kunda 100 ta elektrobuslar Samarqand shahrida kelib yo'lovchi tashish xizmatlarini amalga oshirmoqda. Keyingi fazada yana 150 ta elektrobus olib kelinishi ko'zda tutilgan. Xalqaro seminar doirasida transport sohasidagi yetakchi mutaxassislar va investorlar, shuningdek onlayn tarzda ishtirok etgan xalqaro ekspertlar o'zaro fikr almashib, istiqbolli loyihalarni muhokama qilish hamda mahalliy sharoitlarga mos amaliy yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha takliflar bildirildi. Mazkur tashabbus elektrotransport vositalaridan foydalanishni ommalashtirish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini qo'llash va O'zbekistonda ekologik toza transport infratuzilmasini shakllantirish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.